Hop ket. So'rang. Assalomu alaykum hammaga. Bu Tarvuz kanali. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum hammaga. Tarvuz birinchi video, xudo xolasa. Bugun sana примерно qaysi yilda qaysi qismida ko'rayotganingizni qat'iyingizni hozir 2026 yil yanvar oyida birinchi 10 kunligi. Qaysi kunda chiqarishimizni hali bilmayman. Ajoyib. Ikkita kamerada olyapmiz hozir. Bundan. Kameraga ham salom. Bu yerda men Musiddin va meni sherigim Va men Azizbek. Aziz desanglar bo'ladi bemalol. va Sarvar ham bo'lishi kerak edi bu yerda. Mayli, Sarvarga salom. Sarvar hozir O'zbekistonda. Xo'p, kanalimiz qisqacha aytadigan bo'lsak, o'zimiz haqimizda bo'ladi. Ya'ni o'zimiz deganda qanaqa bizga o'xshagan odamlar hayot tarzi qanaqa bo'ladi shunaqa. Sayohatlarga chiqishimiz mumkin, xudo xolasa. Londonda ajoyib ekstremal joylarga borib ko'rishimiz mumkin. Yana nima haqida olishimiz mumkin? Yana kunlik hayot, challengelar qilishimiz mumkin. O'zimizga o'zimiz turib, "Davay ko'chada uxlaymiz bugun" deb qolishimiz mumkin. Buni men Vashi udarlar bo'ladi lekin. yana ajoyib narsalardan yana bittasi aytib o'tib ketishim kerak. O'zimiz haqimizda qilsa gapirishga oldin. Guruhda, ya'ni jamoamizning eng qari insoni o'zim bo'laman. Mirjon Muhammedov, Alisherbek o'g'li. Kerak emas bu narsalar. Mendan keyin Sarvar kattamiz. Вот это поворот! Qaror ketdi. Sarvar mana shu yerda bo'ladi bola. Keyin Azizbek. Va men Azizbek Eshqulov. Instagramda ham yaqindagina blog boshlaganman va mana YouTube'da motivatsion qadamlar bilan уже boshlayapmiz. Nobody believes in you! You lost again and again and again! Sekin xudo xolasa. Katta harakat bilan. Inshaalloh. Katta harakat bilan. Endi To'xtang. Gap Bitta degan. narsani aytaylik. Mana shu yerda 10 ta odam ko'rayotgan bo'lsa, mana shu bola Abbos Fayzullayevga o'xshaydi. Men o'xshataman qanaqadir. Yozib ketaylik o'xshasa haqiqatdan. shu krugda hech kim gapingizni qo'llab-quvvatlamagandan keyin bu yoqdan so'rab olyapsiz-da borki. Biling. Nomimiz nima deb o'ylaysizlar? Qanaqa darajada kreativ? Tarvuz. Va bu nomda o'zini alohida istoriyasi bor. Kimdir bilsa yozsin. Buni ko'pchilik biladi. Lekin ko'pchilik bilmaydi. Men masalan to'g'risi hozir bilmasdim. Bilmaganimni bilmayman-da, yoshligimdan beri. Seni nima ko'rdi? Qanaqa tarif bor? Men o'tirganimizda chiqib qoldik tarvuz deb. Bor-da. Tarif uz. Kimdir bilsa kommentga yozsin. Buni qayerdan olganim, bu nom o'g'irlangan nom. Xo'p, yana nima haqida gapirishimiz kerak edi? O'sha asosan shu kanalimizni nima deydi, yo'nalishi, Nimalar chiqarishimiz aytdik. sayohat, challenge, lifestyle, Podkastlar ham olib qolishimiz mumkin, nima? Hamma YouTube'ga kirgan podkast olyapti. katta mehmonlarni chaqiraman. Eng katta mehmon o'zim bo'laman baribir. Mendan kattasi bo'lsa kerak. Kamtarlikda qaranglar. Xullas shunaqa. Iloji boricha qo'llab-quvvatlanglar. Sizlardan nima edi? Qo'llab-quvvatlash. Qo'llab-quvvatlab kutamiz. Ajoyib narsalar. Kelajakda hali yaxshi narsalar olamiz degan umiddamiz. Bizni ko'rib turgan 1 yildan keyingi Azizbek nima degan Xo'p, 1 yildan keyingi Azizbekga keling, 1 yildan keyingi emas, 1 yil oldingi Azizbekga bir gapimni aytib o'tib ketay. Davay. 1 yil oldingi Aziz o'sha mana shu hayotimni orzu qilib yashab yurardim, to'g'risi. Qachondir blog boshlash, o'zim nima deydi, komanda qaysi ega bo'lishni orzu qilib yurardim va o'ylaymanki, hozir orzu qilib turgan hayotim o'sha 1 yildan keyin orzu qilib turgan hayotim xudo xolasa o'xshaydi. O'shanda sizlar bilan sekin aloqaga chiqamiz. Haligi videodanda meni hozirgi oddiy kunim bir paytlarga orzuyim bo'lardi Xuddi shunaqa. degan video bor-ku. Men ham qilgandim, lekin 500 Xudo xolasa eson-omon shu kunlarga yetib olsak. Nasib. 1 yildan keyingi Musiddinga men bitta savol bergan bo'lardim. Yo'q. YouTube'da 1 million prosmotr хотя бы yig'dingmi, общий hisobda birorta videoing yoki 100 mingta obunachi yig'dingmi deb savol tashlab ketgan bo'lardim hozir. Va nasib 1 yildan keyin yana bitta video olamiz, unda javoblarni kutamiz. Yana bitta ajoyib savol bergan bo'lardim 1 yildan keyingi o'zimga. Planlaring, ya'ni shu advokatlik firmasini ochish, shunga o'xshagan ko'p narsalarda qo'lingdan keldimi? Shu narsalarda o'zimdan so'ragan bo'lardim. Javobini 365 kundan keyin ko'ramiz endi. Shu savolni o'rtaga tashlasak, hozir videoni necha kishi ko'rishidan qat'iy nazar, yozib ketsin, 1 yildan keyin, 3 yildan, 10 yildan keyin o'zini qanaqa tasavvur qiladi? Qanaqadir savoli bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishinglar mumkin va video уже oxirlab qoldi. Podpiska bosing. Va keyingi video nima haqida bo'lishini ham bir so'rab olamizmi yo?
so'ralmag'las ba o'zimiz bilamiz. Ssenariy bizda yo'q. Mayli yozib qo'yavering, qaysi Yozib videomiz qo'yinglar. haqida bo'lishi. Keyinchalik planlarga qo'shamiz, xudo xohlasa. Xullas, bizni kuzatishda davom eting, podpiska tashlang. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ying, YouTuberlar shunday deydi-yu. Agar shu manaqagacha ko'rgan bo'lsa, kattakon rahmat aytamiz, albatta. Addush rahmat. Shu Sen yergacha yuringlar ko'rgan bo'lsangiz, umringiz shuncha qismini bizga sarflaganingiz uchun Albatta. rahmat. Rahmat. Joninglar sog' bo'lsin. Hozir faqat rahmat ayta olamiz. 10 ta odam kim ko'rishi mumkin? Oshnalarim ko'ryapti, sizni oshnalaringiz ko'ryapti. Qarindosh ammalarimga salom. Ayamga salom. Onajon meni ko'ryapsiz, bilaman, men sizni yaxshi ko'raman. Shu, hozircha tugadi. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.